Assalomu alaykum barchaga. Demak, bugun biz Yulduz oilaviy restoraniga tashrif buyurayotgan barcha mijozlarimizdan o'zlarining xolis fikrlarini eshitib chiqamiz. Bugungi bizning mehmonimiz o'sha g'uzorliklar uchun mashhur bo'lgan Yulduz Nur opamiz. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Siz ham xush kelibsiz. Rahmat. Mana qanaqa Yulduz oilaviy restorani mana tez yaqin kunlarda o'z ish faoliyatini boshladi. Atmosfera, taomlari, mazasi qanaqa? Endi ochig'ini aytsam, men faqat yondan o'tib ketardim, ko'p xizmatga kelaman. G'uzor tumaniga hamma deyarli katta to'yxonalar sostav bilan o'tkazaman. Umuman o'tirishga vaqtim bo'lmasdi. Ko'p marta istoriyalarni ko'rdim, qiziqdim, keldim. Juda ham shinam, svet, hamma narsa konditsioner, comfortable restoran ekan. Mana o'tirimiz mazza qilib, men taassurotlarim yaxshi. Hozir yeb ko'raman, yo'qsa yana har doim xizmatdan chiqib shaqa kelaveraman. Barcha muxlislarimni, obunachilarim, podpischalarim chaqirib qolaman.